Hammaga heyo bolalar, sizlar bilan keyingi bolalar bugun sizlar bilan Semiyam obzorini qilamiz. Ya'ni Gutti Family Semiyamning obzori bo'lib o'tadi o'rtoqlar. Ana o'sam videoni boshladi. Qarshi bolalar, mana birinchi bo'lib uyda obzor qilamiz. Ana uyda shuni bitta spalni bor. Ana bazal o'tirgan joylar bor. Ana tak shu yerdan keyin endi ochib tursa-da videolar bo'lyapti. Tak oilaviy garajga kiramiz. Tak bu yerda shuna mashinalar bor. Ana nima bilan o'tlaymiz? Bularni ko'pchilik odam mana chiqib ketib qoldi, lekin mashinani yana bitta mashinani mana chiqib ketib qolibdi. Xo'sh, tak mana ko'ramiz. Tak bolalar, bu avtomobilimizni paralar cho'tki ekan. Tezlikka baho beramiz, ko'ramiz necha sekundda 100 ga chiqar ekan. Tak, ketdi. Va ko'rdinglar, vallahi juda ham oz sekundda 100 ga chiqdi. Tak, bolalar, endi esa keyingi mashinani spam qilamiz. Ancha mashina. Tak, tushunamizda. Tak, turib olamiz. Tak. Yana bitta BMW bor bizda. Ikkita BMW, ranglari har xil. Guinness, Kia K5 bor. Hozir Kia K5ni ko'ramiz endi. To'g'risini aytsam, bu mashinani adashmasam tezligi pastroq edi. Ana tuku rangini qaranglar, bir xil. Da vallahi. Tak, normalniy mashina bu ham. Faralar cho'tki. Просто tezligi sal nima bas, tez emas. Lekin zo'r, chiroyli mashina. Kia K5. Uzun, juda ham skromniy mashina. Juda ham skromniy. Mana keyingi mashinani spam qilib ko'rsak. Mana bizlar qo'yamiz. Okey. Kirolamiz. Tak, chiqishdan bosib yana bir marta oilaviy garajga bosamiz. Va mana bizda ikkinchi rangi boshqacharoq BMW to'g'rimidi, shunaqa edi bu. Juda ham tez mashina. Nima deyapti? Bu tezlik nima deyapti? Tak, uyqutdi. Mana bolalar, bizda Semiyamizda hali unaqa kuchli emas Semiyamiz, lekin bular ham juda ham qimmat mashinalar bolalar. Juda ham qimmat mashinalar. Takzimlar qo'yamiz. Bolalar, mana mashinalar. Yana bitta mashina bor edi, просто uni hozir ko'rganlaringdek bitta yangi nima
Endi ketib oldi, nomerlarga e'tibor beramiz. 291 H zo'r nomer. Keyingisi X H780 HP juda ham chiroyli nomerlardan bittasi. Mana bu nomerga e'tibor beringlar bo'ldi. K323 KP nima deyapti bo'ldi? Nima deyapti? Bo'ldi, endi klanni a'zolari bilan tanishib chiqamiz. Mana mashinalarni o'chirib qo'yay. Keyin uyda qabul qiladi. Yo, bunisiga bas. Bunisiga. Eshik ochiq qolib ketdi, normal. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, liderimiz uzr so'rayman. Bo'ldi, endi uyga kirib uyga kirmasa ham bo'laradi. Shu yerda endi bo'ldi, oila a'zolari bilan tanishib chiqamiz o'rtoqlar. Mana liderimiz Abu Shelbi, Muhammad Davlatov, Ld Zam, lider Zam direktori, Karol Fil, Richard Gray, Carol Shelby, Sterling, Napoleon, Marco Gotti, Ahmed Gotti, Shahar Gotti, Adrian Gotti, Cannavaro, Islombek, Gamer Shelby, Max Gotti, John Blake, Osimyon Rashidov va mana men bo'ldim. Artur Gotti, Muslimbek, Karol Gotti, Kakko Gotti, Shah Gotti va qolganlar. Men bu Yusupovga nima qilib ketdi, mashinani olib ketdi bittasini. Video ketganda lider endi o'zingiz nima qilasiz? Suvga ham bitta bizni uyni xaritadan ko'rsataman. Mana uyimda joylashgan arzamas. Bu yerda mening uyim, adashmasam, mana bu kvartiram, mana bu joyda joylashgan Lekarinoda. Keyingi videolarda uni ko'rsatib o'taman. Zo'r emas. Menimcha short video qilib chiqarsam kerak. Grand Mobile haqida juda ham ko'p videolar chiqadi. Takda bo'ldi, menimcha bo'ldi. Qo'limga yetadi bu videoni. Semiyamiz obzori shu bilan tugadi. Like bosinglar, qo'llab-quvvatlaylar. Shu videoda atigi 10 dona like bo'lsa, men obunachilarim bilan video olaman bo'ldi. Hammaga xayr.